Xorazm dostonchiligi o'sha dostonchilik maktablari orasida alohida o'ziga bir o'rin olgan. Buni aytilishi, ijro uslubi, qo'ldagi musiqa asboblari bilan ajralib turadi. Go'ro'g'li turkum dostonlari, ishqiy sarguzash, oshiqnoma dostonlari ko'proq kuylanadi. Oldinlari bu dostonlar faqat dutor jo'rligida kuylangan. Yonida bulamonchi, hozirgi ko'rinishini Xorazm dostonchiligini asoschilaridan biri desak yanglishmayman, Qurbonnazar Abdulla Bolabaxshi o'sha dutorda chalib yurib, torni ko'rib qolib, torni o'sha Xiva xonini oldida ozarbayjonlik musiqachi tor chalg'usini chalib beradi. Keyin Xiva xoni aytadiki, bu chalg'u asbobini kim chala oladi? Bu qayerda, o'zi ona vatani qayerda degan paytda o'sha yerda ustozlar aytadiki, o'zi bu oldin 1000-2000 yil oldin Xorazmda bo'lgan. Buni isboti o'laroq o'sha tuproq qal'adan olingan rasmlarda, haykalchalarda ikki boshli cholg'u asbobini ushlab turgan musiqachilar va nay chalgan musiqachilarning haykalchalari bor. Va oradan yillar o'tib madaniyat bir joyda o'sib, keyingi joyda rivojlanadi deganday, o'sha tor chalg'usi Xorazmga kirib kelgandan keyin ustozimiz Bolabaxshi Qurbonnazar Abdullayev o'sha dutorda ijro qiladigan dostonlarni torda ijro qiladigan yo'nalishga o'tkazganlar.